zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullan o'g'liga o'ynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullan o'g'lida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga o'ylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullan o'g'lida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxta oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy o'g'lay. Bu ana G'aybullo To'yxonovda olti o'ynagan qizmi? Voy, bu kepkadam to'nish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlar bilan turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybullo bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning O'chirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullan o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullan oldi o'ynamaykan, ey. Michael Jackson oldi o'ynasang nima deyading? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullan oldi o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?